Bismillahirrohmanirrohim. Xalqimizda suv har narsani poklaydi degan bir ibora yuradi. Haqiqatdan ham e'tibor bersangiz, suv insonni tahorat qilishlikda, g'usul qilishlikda poklaydigan asosiy omil hisoblanadi. Ana shu poklaydigan narsa bizni hayotimiz uchun eng muhim ozuqalarni birlamchisi havo bo'lsa, ikkinchisi suv hisoblanadi. Ammo afsuski bu suvni, bu ne'matni shukrini ado qilmaslik natijasida insonlar bu ne'matdan mosuvo bo'lib qolishlari mumkin. Chunki Alloh taolo bizga o'z kalomida yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Chunki Alloh isrofgarlarni sevmaydi deb buyurgan. Shuning uchun biz yenglardan keyin ichinglar turgan joyda ichayotgan narsamizni isrof qilmasligimiz kerak. Suv bizni poklar ekan, suv bizni chanqog'imizni qondirar ekan, hayotimizni eng asosiy ozuqasi hisoblanar ekan. Demak, bu ne'matni shukrini ado qilishligimiz biz uchun ham farz, ham qarzdir. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, Payg'ambar alayhissalom tahorat qilayotganda 600 gram suv bilan tahorat qilganlar. 2,5 litr suv bilan g'usul qilganlar. Bu kitoblarda keladi. Mana shundan ham bilsak bo'ladiki, demak biz suvni isrof qilib, hattoki dushda, hammomda ham suvni oxirigacha ochib qo'yib, bemalol obdon o'zimizni 20 martalab sovunlab shampunlashimiz mumkin emas ekan. Suvni isrof qilishdan ehtiyot bo'laylik. Farzandlarimiz ham mana shunday ne'matdan bahra olishiga hissa qo'shaylik.